Assalomualaikum kanalimiz a'zolari. Bugungi obyektimiz savxozdagi obyektimizni olganmiz. Bu yerga bu tomon Mol bozor tomonidan kirib kelish tomoni. Shu xonadonni isitishga xizmatlari, lator xizmatlarini qilgan kelganmiz. Ishlarimizni boshlab olganmiz. Kimga shunaqa xizmatlar bo'lsa bemalol aloqa chiqarasizlar. Onun aylan atrof lator bo'ladi. Balkonlarimizni yasab bo'lganmiz. Kimga shunaqa xizmatlar bo'lsa bemalol aloqa chiqarasizlar. Like, komment, obuna bo'lishni unutmanglar. 4 ta burchak avvalgi holatda bo'lgan.